Sizlarga miya ne'mat sifatida berildi. O'zingizni rizqingizni butunligicha olishingiz uchun, o'zingizni natijalaringizni karrasiga yaxshilashingiz uchun kuchli xotira va kuchli diqqat e'tibor berildi. Tasavvur qiling, hayotingizda bitta juda ham bir yomon holat bo'ldi va gipokamp qatlamingiz, miyani o'sha xotiraga javob beradigan joyingiz jarohatlandi. Dorsolateral qatlamingiz, ya'ni diqqatga javob beradigan joyingizdan jarohatlandi. Oddiy qilib aytganda, ushbu ne'matlardan siz ayrildingiz. Tasavvur qiling, kelajagingiz qanaqa bo'lishi mumkin? Ya'ni xotirangiz yo'q, diqqatingiz yo'q. Qanchalik natijalaringiz yomonlashishi mumkin? Bitta o'ylab ko'ring, tafakkur qilib ko'ring. Va tafakkur qiling, ana endi xotirangiz o'ta kuchli bo'ldi. Diqqatingiz ham o'ta kuchli bo'ldi. Soatlab chalg'imasdan bitta narsani ustida ishlay olyapsiz. Agar diqqati kuchli inson bo'ladigan bo'lsa, uni irodasi ham kuchli bo'ladi. Chunki bizning miyamizdagi aynan dorsolateral qatlam, ya'ni diqqatga javob beradigan qatlamda iroda ham joylashgan. Iroda nima? Iroda bu qat'iyat. Nimadirni boshlaganingizdan keyin uni davomiy qilishingizga sizga qat'iyat kerak bo'ladi. Ya'ni aqliy salohiyatingizdan butunligicha foydalanishingiz uchun sizda deyarli barcha ne'mat mukammal darajada berilgan. Faqat inson shunaqa noshukur va noto'g'ri harakat qiladiki, bu narsalardan to'g'ri foydalanmasdan insonlar hayotidan noliydi. Voy qiyin, yodlash qiyin, hayotim o'xshamayapti, pulim yo'q, nimadirni boshlay olmayapman, qat'iyat yetishmayapti, intizomim yo'q. Sizga berilgan ne'matlardan to'g'ri foydalanmaganiz hisobiga shu narsalar bo'lyapti. Siz faqat oxirgi rezultatni, oxirgi natijani ko'ryapsiz. Ya'ni daraxtni mevasi qurib qolganini ko'ryapsiz-da. Ildizini to'g'irlamagunizcha, ya'ni inson miyasini o'zgartirmaguncha, inson hech qachon uni hayoti ham, uni natijalari ham hech qachon yaxshilanmaydi. Shu narsani o'ylang va chuqurroq tafakkur qiling.